سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلق محمد آله وأصحابه أجمعين. Allah Teala Kur'an'da asmanlardaki nersler yani karışlar ve zimindeki nersler yani insanlar, ösümlükler, cansız şeyler Allah'ı tesbih etti. Allah galiptir, hikmet bilen iş kılgızdır deb bayan kıldı. Siz görüvatkan bu tabi taşqa Allah'ın mübarek ismi bütün dünya musulmonlarının kıblesi Kabe, şundaqla 6 milyon nisbetsan 1,618 degan raqam Arabcha yozilgan. Bu mübarek taşmı muşu ayette aytgandek Allah'ı pak deb tasbih etgan ve mediligen. Siz görüvatkan bu möcüzlik aqtaşning ustiga Allah'ın mübarek ismi tushirilgan. Taşning o'ng yan tarafiga dünya musulmonlarining qiblasi Kabe'ning suti tushirilgan. Taşni o'rib qargan chig'ingizda Allah degan xat to'g'risi kesilgan aqtas siziqlari orqali arabcha aniq bo'lgan raqamni shakllantirilgan. Bu raqamlarni bir yerga akilib tizib baqadigan bo'lsak, biz o'ylab baqmagan bir mo'jiza sir o'tirib chiqadi. Bu Arapça raqamning ifodalaydigan bo'lsa 1,618 bo'lib, bu son dal 6 bo'lish nisbat sondir. Ya'ni tashdagi bu sonning ifodalash holatiga qarab, Alloh taolo bu bepoyon olamdagi nurg'un shaylarning qurilmasida o'xshash bo'lgan bu sonni ishlatgan. Siz görüvatkan Qartaş parçasının üstüde Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın mübarek ismi tushirilgan bo'lib, taşning sirtqi ko'rinishi Saudiya Arabistonining yer shakli xaritasiga o'xshaydi. Siz bu tashdagi yoshirilgan sirlarni bilgan chig'ingizda ishlanishga amalsiz bo'lgan maxfiyatlikning ilmiy faktiga shohid bo'lsiz. Bu mübarek taşning oldi yüzge Muhammed Aleyhisselam'ның ismi tushirilgan bo'lib, taşni dum ko'mtirib qaragan vaqtingizda Muhammed degan xat Allohga o'zgarib, keynidagi Rasul degan xat bilan Rasululloh degan xatni hosil qildi. Yuqorida siz ko'rgan Muhammed Aleyhisselam'ның ismi yozilgan taşning 3 xil ko'rinishdan Muhammad Rasululloh degan xatning hosil bo'lganligini bayqaysiz. Muhammed Aleyhisselam'ның ismi tushirilgan Qartaşning sirtqi shakli Saudiya Arabistonining yer shakli xaritasiga o'xshash bo'lib, bu Payg'ambar Aleyhisselam'ның Arab yerim oralida dunyoga kelganligini isbotlab bergan. 2009-yili 9-oyda qo'yilgan muqaddas maxfiyatlik filmdagi Kabe'ning siri degan filmda o'tirib qo'yilgan Kabe yer sharining oltin bo'lish nuqtasi ekanligi muayyanlashtirilgan bo'lib, siz ko'rayotgan bu tash muqaddas maxfiyatlik degan film qo'yilishdan 2 oy ilgari bayqalgan.
yuqorida siz ko'rgan ikki parcha tashqi tushirilgan Allah, Kabe, Saudiya Arabistonining yashakli xaritasi va oltin bo'lish nisbatan 1.618 degan raqam tasodifiy mos kelib qilish bo'lmasdan, balki Allohning hikmat bilan ish qiluvchi ulug' zot ekanligini tushundirdi.